2026 yilgi Chevrolet Orlando yana sahnaga qaytdi va bir qarashdayoq hammalarni hayratda qoldirdi. Chunki bu model oilaviy avtomobil tushunchasini zamonaviy dizayn, aqlli texnologiyalar va qulaylik bilan butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. Orlando nomi avval ham ko'pchilikka tanish bo'lgan. U ilk bor 2010 yillar boshida 7 o'rinli, amaliy va ishonchli oilaviy mashina sifatida taqdim etilgan edi. Vaqt o'tib bozor talablariga moslashish uchun biroz sahnadan ketgan bo'lsa-da, 2026 yilgi avlod bilan u kuchliroq, chiroyliroq va texnologik jihatdan ancha boy holatda qaytdi. Tashqi ko'rinishiga e'tibor bersangiz, yangi Orlando avvalgi sodda shakllardan voz kechib, yanada agressiv va zamonaviy dizaynni tanlagan. Old panjarasi kengroq va xrom elementlar bilan bezatilgan. LED kunduzgi chiroqlar va ingichka faralar avtomobilga premium kayfiyat bag'ishlaydi. Yon tomondan qaralganda silliq chiziqlar va kattaroq disklar unga mustahkam va ishonchli ko'rinish beradi. Orqa qismi esa LED fonarlar va ixcham spoiler bilan yakunlangan. Salon ichiga kirganingizda esa oilaviy avtomobil uchun juda muhim bo'lgan kenglik va qulaylik darhol seziladi. 7 o'rindiqli joylashuv har bir yo'lovchi uchun yetarli joy taklif qiladi. Ikkinchi va uchinchi qator o'rindiqlari oson buklanadi. Yukxona hajmini bir necha barobar oshirish imkonini beradi. Materiallar sifati oldingi avlodlarga qaraganda ancha yaxshilangan. Yumshoq plastik, mato va ayrim komplektatsiyalarda charm qoplamalar mavjud. Old panel markazida katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia tizimi, navigatsiya, Apple CarPlay va Android Auto kabi funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli esa haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli ko'rsatadi. Xavfsizlik masalasida ham 2026 yilgi Chevrolet Orlando zamon talabidan ortda qolmagan. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l chizigini ushlab turish tizimi, kor nuqta nazorati kabi yordamchi tizimlar haydovchini va yo'lovchilarni yanada xotirjam qiladi. Dvigatel qismiga to'xtalsak, yangi Orlando asosan tejamkor va ishonchli motorlar bilan taklif etilishi kutilmoqda. Benzinli va gibrid variantlar bo'lib, ular shahar ichida kam yoqilg'i sarfi va sokin yurishi bilan ajralib turadi. Avtomat uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va oilaviy sayohatlar uchun qulaylik yaratadi. Osma tizimi esa yo'llarning notekisliklarini yaxshi yutadi. Bu ayniqsa O'zbekiston yo'llari sharoitida muhim hisoblanadi. Raqobatchilar bilan solishtirganda, masalan, Toyota Innova, Mitsubishi Xpander yoki Kia Tarens kabi modellarga qarshi Chevrolet Orlando o'zining keng saloni, zamonaviy texnologiyalari va nisbatan hamyonbop narxi bilan ajralib turadi. U premium darajadagi funksiyalarni o'rtacha narx segmentida taklif qilishi bilan ko'plab oilalar uchun jozibador bo'lishi mumkin. Narx masalasiga kelganda, 2026 yilgi Chevrolet Orlando bozorlarga qarab turlicha baholanishi kutilmoqda. O'zbekiston bozorida u taxminan o'rta sinf oilaviy avtomobillar oralig'ida joylashib, taklif qilinayotgan imkoniyatlarga nisbatan o'zini oqlaydigan narx siyosatiga ega bo'lishi ehtimol. Bu esa uni nafaqat shahar hayoti, balki uzoq masofali sayohatlar uchun ham maqbul tanlovga aylantiradi. Eng asosiy ustunliklardan biri shundaki, Orlando bir vaqtning o'zida ham kundalik foydalanish uchun qulay, ham katta oila uchun yetarlicha keng, ham zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan avtomobil sifatida namoyon bo'ladi. Aynan shu jihatlar uni 2026 yilda yana mashhur qilishga va hammalarni hayratda qoldirishga yetarli bo'lib turibdi.